xatna qildirishda 3 ta xatoga yo'l qo'ymang. Uchinchisi eng xavflisi. Assalomu alaykum. Men doktor Shuhrat Ibrohim, xatna markazini boshqaraman va sizlarga 3 ta xatoni aytib beraman. Birinchisi, bola katta bo'lgani yaxshi deb o'ylash. Bola odatda 2 yoshda o'ta erka, shirin bo'ladi. 4 yoshga borib juda qo'rqoqlashadi. Shuning uchun katta bo'lishini kutib o'tirmang, balki chaqaloqlikda hal qiling. Ikkinchisi, arzon narxga uchish. Arzon narxi tagida ko'pincha yo usulda kamchilik bo'ladi, sterillikda, malakada yo nazoratda. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Uchinchi eng katta xato bu tajribasiz kishiga ishonish. Ishonch juda muhim. U ko'pincha tajribaga va intuitsiyaga tayanadi. Albatta aqlni ishlatib ish ko'rish kerak. Bolani xavfga solishdan ko'ra, uni yaxshi qo'llarga topshirgan ma'qul. Bir ishni 2 ish qilmasdan, balki bir o'q bilan 2 ta quyonni urish mumkin. Qabulimga yozinglar.